Assalomu alaykum akustik kuzatuvchilari. Bugun sizlarga yana bir juda ko'p insonlarda qiynab kelayotgan muammo, ayni eshitishdagi muammolardan biri bu boshdagi va quloqdagi shovqin haqida gaplashamiz. Bu quloqdagi yoki ko'pchilik boshimda shovqin bor deydi, ko'pchilik qulog'imda shovqin bor deydi. Aynan shu shovqinda turlari va unga qanday yechimlar berish mumkin, shu haqda ozgina tushuntirishga harakat qilamiz. Bu shovqin quloqda paydo bo'lib qoladi. O'zi ikki xil ko'rinishda bo'ladi, ya'ni obyektiv va subyektiv shovqinlar bo'ladi. Bu obyektiv shovqin tashqaridagi insonlarga ham ba'zida quloqni ichida bo'layotgan jarayonni tashqaridan turib ham eshitish imkoniyatini beradi. Bu obyektivni shovqin deyiladi. Ya'ni tashqari teriga yaqin joydagi katta qon tomirlarimizda oqayotgan qonda paydo bo'ladigan shovqin, haligi ovozlar tashqariga ham eshitilish imkoniyatini beradi. Subyektivniy shovqinda bu faqat insonni o'zi eshitadi. Ya'ni o'sha shovqin paydo bo'lib qolgan, qulog'imda yoki boshimda shovqin bor deb ko'pchilik siz ham eshityapsizmi, qanaqadir shovqin bormi deb bizdan so'rab qolishadi. Yo'q, u subyektivniy, aynan insonni o'ziga ichki bir ovoz sifatida eshitiladi. Bu shovqinlarni avvalo sababiga biz to'xtalishimiz kerak. Nima sababdan aynan bunaqangi shovqinlar paydo bo'lib qoladi? Yoki ba'zi insonlar yillab yuradi bunaqangi shovqin bilan. Davolanib ko'radi, doktorlarga boradi, tabibga boradi, har xil muolajalar qilishadi, lekin bu shovqindan qutula olishmaydi. Endi bu shovqinda hozir biz aytganimizdek subyektiv va obyektiv turlari bilan birga bu shovqinda ham har xil chastotasi bo'ladi, o'zini detsibeli bo'ladi. Insonni o'ziga eshitilish, ya'ni balandligi, toni, turi bo'ladi. Ya'ni misol ba'zi odamlar bilan gaplashganimizda traktorda ovozi bor meni qulog'imda deyshadi. Ba'zi odamlar aytadi dengizda shovqin, yomg'ir yog'yapti yoki boshqa ching'illagan, g'uvillagan ovoz bor deyshadi. Bu nima sababdan kelib chiqishi mumkin? Avvalo, bu aynan boshdagi va quloqdagi shovqin bu qon aylanishida buzilishi natijasida bo'ladi. Ya'ni nimadir sabab bilan yoki ba'zida travmalar, ya'ni qattiq zarbalar boshga yoki tanani boshqa qismiga yoki avariya holatlari yoki kuchli kasalliklar va o'sha kasalliklarni davolash muolajalari ta'sirida aynan qon aylanishida katta buzilishlar paydo bo'lib qoladi. Ya'ni ana shunda misol tromblar hosil bo'lib qoladi yoki qon tomirlarida qisqarish yoki kengayish holatlari bo'lib qoladi. Biz buni oddiy misol qilib qanday tushuntirishimiz mumkin? Agar shlangdan yoki turbadan oqayotgan suvga biz turbaga bunday quloq solganimizda o'sha suvning ovozi eshitiladi. Aynan bizning qulog'imizga va boshimizda paydo bo'ladigan shovqinlar ham aynan fiziologik jihatdan shu hodisaga o'xshab ketadi. Ya'ni biz tomirimizda oqayotgan qonimiz qulog'imiz orqali, misol qulog'imizning atrofidan ham misol qon aylanadi. Ana shular shovqin tarzida bizni miyamizga ovoz sifatida yetib boradi. Ya'ni har xil, hammada har xil. Masalan, ularda vesiga qarab, bo'yiga qarab, yoshiga qarab yoki kelib chiqish sababiga ko'ra hammada har xil shovqinlar bo'lib qoladi. Endi bu shovqinlar haqida gapirdik. Buni yechimlari qanaqa? Buni yechimlari aynan gohida davolanish bilan ham ozgina yechim qilsa bo'ladi. Gohida eshitish moslamalari bilan, ba'zi paytlarda aynan eshitish moslamalarini tinnitus terapiya funksiyalari bor. Ya'ni aynan boshdagi, quloqdagi shovqinni davolash uchun ishlatiladigan bu eshitish moslamalarimizni aynan shunaqa funksiyalari bor. Bu degani kimgadir doim lecheniya yoki muolaja orqali bu shovqinga yordam berish mumkin. Kimgadir eshitish moslamasi toqish orqali, kimgadir eshitish moslamasini aynan tinnitus terapiya funksiyalaridan foydalanish orqali yordam berish mumkin. Bu individualniy tarzda aniqlanadi. Endi bu tinnitus terapiya yoki eshitish moslamasi qanday yordam beradi bu shovqinga? Agar bu ichki shovqin bo'lsa degan o'z-o'zidan savol tug'iladi. Ya'ni bu sizda subyektivniy ichki shovqiningiz. Bu eshitish moslamasi hech qanday u shovqinga ta'sir qila olmaydi bu tomondan olib qaraganda. Lekin qanday darajada yordam berishi mumkin desa, agar bizda misol tashqi ovozlarni eshitayotganimizda aynan ichki subyektivniy shovqin uni to'sib qo'yadi. O'rtada parda bo'lib qoladi. Ya'ni
tashqaridagi ovozlarni buzilishiga, noaniqligiga sabab bo'ladi. Endi biz ichki shovqindan ko'ra ozgina balandroq ovoz bersak eshitish moslamasi bilan bu e'tibor ichki shovqinga emas, tashqi ovozlarga qaratiladi. Va miya aynan misol tovushni anglashlarda ancha yordamga ega bo'ladi. Ya'ni kelayotgan tovushlar, masalan, shovqin bor paytida eshitish moslamasi taqmagan holatda juda ham diqqatni jalb qilishadi. Juda charchoq holatida bo'ladi bizga murojaat qilganlar. Chunki ichki shovqindan zerikib ketgan, charchab ketgan, kimnidir eshitish uchun poni diqqatini qaratib turishga to'g'ri keladi. Aynan shu diqqatni jamlash uchun eshitish moslamasi juda ham katta yordam beradi. Biz misol juda ham baland ovoz qo'yilmaydi. Ochiq protez usulida o'zini tabiiy eshitishi saqlab qolingan usulda eshitish moslamalari qo'yamiz. Va ichki shovqindan ko'ra tashqi ovozlarga ularni diqqatini qaratishga harakat qilamiz. Va bu juda ham katta yordam beradi. Ya'ni miyani dam olishiga, organizmni depressiya, tushkunliklardan chiqishiga juda ham katta yordam beradi. Ba'zi holatlarda bizga insonlar bu shovqinda, ichki subyektivniy shovqindan juda ham charchagan holatda bizga kelishadi va ularga eshitish moslamasi qo'yganimizda ham ular bundan qanoatlanmaydi. Endi ularga aynan eshitish moslamasini tinnitus terapiya usulini tavsiya qilamiz. Bu tinnitus terapiya usuli ham bu shovqinni birdaniga yo'qotib qo'ymaydi. Birdaniga ularni davolab qo'ymaydi. Lekin bu uzoq vaqt, kimdadir 1 oy, kimdadir 6 oy, kimdadir yillab talab qiladi. Chunki bu ichki shovqin ba'zi holatlarda bir umr biz bilan yashaydi. Yoki kimda shovqin paydo bo'lgan bo'lsa, buni misol aynan nerpatologlar bilan biz suhbat qilganmiz, audiologlar bilan suhbat qilingan. Butun jahon sog'liqni saqlash tashkilotlari ham bu tinnitusni davolashda butunlay yechimni hali taqdim qilishgani yo'q. Lekin juda katta yordamlar bor. Aynan tinnitus terapiya funksiyasi bu tinnitusi bor insonlarga juda ham yaxshi yordamlardan bir turi hisoblanadi. Ya'ni biz bu apparatda ikkita rejim qo'yiladi. Bitta rejimi eshitish uchun, bitta rejimi shovqin generator. Ya'ni biz eshitish moslamalarimizda har xil shovqinni generatsiya qiladigan turlari bor. Ya'ni dengizda shovqini, qirg'oqdagi misol suvni qirg'oqqa uriladigan shovqini, shamol ovozi, yomg'ir ovoziga o'xshagan va boshqa turdagi shovqinlarni paydo qilish imkoniyati bor. Biz ularga shu tovush shovqinlarining ichidan yoqimlisini tanlaymiz. Ikkinchi rejimga aynan shu shovqinni yoqib beramiz. Ya'ni ichki shovqini bilan boshqacha tarzda ikkinchi shovqin insonlarga yordamga keladi. Ya'ni masalan biz o'zimiz ham gohida klassik muzika eshitamiz, gohida zerikib zamonaviy muzikalarga eshitamiz, gohida umuman musiqa eshitmaymiz. Bizni insonning organizmi shunaqa. Qaysidir tovushdan gohida zerikadi, gohida talab qilib qoladi. Aynan biz ichki subyektivniy shovqinimiz bilan ham mana shunday munosabat qilishimiz kerak. Gohida uni eshitib maza qilishimiz kerak, gohida uni unutishimiz kerak. Aynan biz tinnitus terapiya usulida bu ichki shovqinni vaqtincha bo'lsa ham unutishga yordam beramiz. Ya'ni boshqa shovqin orqali miya avtomatik tarzda narigi shovqinni eshitishga harakat qiladi va gohida apparatni yechib qo'yganimizda ichki shovqinga qaytiladi. Va bu miyada ozgina bo'lsa ham qanday dam olish hissini uyg'otadi. Va misol shovqinlar har xilligi tufayli yoki apparatdagi eshitishni kuchaytirish funksiyasi tufayli insonlarga ma'lum bir tarzda hayot tarzi yengillashadi va ularning miyasida asosiy charchoq yo'qoladi. Bizning aynan vazifamiz shu va bu shovqini bor yoki boshida shovqin bilan yashayotgan insonlarga bu individualniy tarzda aynan mana shu yechimlar orqali harakat qilamiz yordam berishga. Endi bular bizni misol mutaxassislarimizga uchraganda, bizni eshitish markazlarimizga tashrif buyurishganda ular bilan yana boshqacha usullarni ham taklif qilishimiz mumkin. Bizda aynan quloqida yoki boshida shovqini borlarga birdaniga qaror qabul qilinmaydi. Ularda sinovlar o'tkaziladi. Har xil eshitish moslamasi bilan, har xil eshitishdagi shu tinnitus terapiya funksiyalari bilan, lecheniyalar bilan biz misol har bitta markazimiz yaxshi audiologlar bilan hamkorlik qilamiz. Yaxshi lor, nerpatolog vrachlar bilan hamkorlik qilamiz. Ular bilan maslahat qilgan holda bu muammolarga yechim orttiramiz va harakat qilamiz topishga. Agar sizlarda ham aynan mana shunday muammolar paydo bo'layotgan bo'lsa, kimdir aynan shu boshdagi, quloqdagi shovqin bilan
qiynalib, nima qanday yechim qilishni bilmayotgan bo'lsa, bizni mutaxassislarimizga murojaat qilinglar. Bizdagi kol markazimiz orqali o'zingizga yaqin manzilimizni topib, murojaat qilinglar. Biz ularga yechim topishga harakat qilamiz. Bizni internetdagi profillarimizda, Instagram, YouTube, Facebookdagi profillarimizni kuzatishda davom etinglar. Agar sizlarga yana qandaydir ma'lumotlar kerak bo'lsa, izohlarda qoldirsalaring, biz aynan shu sizlar qoldirgan izohlarga qarab videoroliklar tayyorlab, ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar.